Topsanglar lekin boru. Mayli, maydalashmaymiz. 100 ming so'mlik savol, topsanglar. Shuna 100 ming beraveraman shu savol javobini. Yana bir marta aytaman, eshit. Dunyoda yagona, ikkita dugona, 5 ta to'quvchi, 30 ta o'quvchi. Topgan birinchi odamga 100 ming so'm beraman. Qani kim topadi? Eshitgan savoli. Dunyoda yagona, ikkita dugona, 5 ta to'quvchi, 30 ta o'quvchi. Savol, bu nima? Bo'ringlar, bu safarligi mayda pulimiz kam. Dollarlik savollar ham bo'lishi mumkin. Yana bir marta takrorlayman, qaranglar. Dunyoda yagona, ikkita dugona, 5 ta to'quvchi, 30 ta o'quvchi. Qani kim birinchi bo'lib topadi?